Zerikkanda bir situation qiluvdim. Ko'rib bir baho berasizlarmi? Keldik. Ko'rganinglardek dushmanni bitta deb chiqib xato qildim. Hozirgi vaziyatda ochiq ochsam sherigi boshimni chaqib tashishi aniq. Bunaqa payt eng yaxshi himoya qochish. Shoshmaymiz, voy, lekin o'zim ham chichvordim, to'g'risi. Hozirgi vaziyatda dushman menga utechka berib olganidan xabari bor. Dushmanning ikkitaligini va broniyamni to'kilib ketganini hisobga olsak, hozir maksimal darajada jonimni to'ldirib o'ynashim kerak. Shu sababdan protivniklarning yo'lini yopamiz. Tashib qo'yamiz. Adoshimda o'tirib, Ko'rib turganinglardek Nexi 3 orqasida dushman komandani bitta qiz bola igro turibdi. Qiz bolaligini qattan bildingiz desanglar, video davomida bilib olasizlar. Uni o'ynashi bo'lsa, pasimda mega miyalik qilib o'zicha nimalarnidir o'ylab yugurib yuribdi. Vaziyatdan foydalanib 2 yoshli baxtiga chang solaman deb granatani ochishim bilan o't qichigan qizaloq Nexi 3 orqasidan chiqib full openga turib oldi. Bazmu Jamshidimizni egasi bo'lmish kelinimizni ham eson-omon invalid holatga keltirib oldik. Tabiiyki bu holatdan kuyov bolamizni jahli chiqdi. o't olamiz. Otay mo'lik tashladik. O't olamiz. Sizlar ham menga o'xshab Nexi 3 oldiga yana bitta mashina kelganini eshitgan bo'lsanglar kerak. Menimcha bu kelinimizni davolashga kelgan doktorlardan biri deb o'ylab tursam, Bazmu Jamshidimizga istab kelgan kelinni dugonalaridan biri ekan. Tabiiyki bu holatlarni ko'rib kuyovni battar jahli chiqdi. Jahl kelganda aql ketadi deganlaridek vaziyatdan unumli foydalanamiz. Ehtiyot bo'lamiz, utechka berib oldik bitta. Kuyov bola bilan ovora bo'lib turgan paytim o'zicha kelinni dugonalariga yoqishga harakat qildimi bilmayman. Xursandchiligimizga miyasida shishi bor kuyovni jo'rasi ham qo'shildi. Xatosidan foydalandik. Ajoyib ko'ngilochar musiqamizdan so'ng kuyov bolamizni ham kelin bolamiz orqasidan jo'natib yubormoqchi bo'lib zaborning ustiga sakraganimda juda ham qo'pol xatolikka yo'l qo'ydim va yopilib ketishimga sal qoldi. Ошибка. Kuyov bolamiz jo'rasiga meni ko'tar deb baqirib yotganini hisobga olib, tezda aptechka urib olishga harakat qilaman. Ana kerak bo'lsa sizlarga klach. Video yoqqan bo'lsa like bosing va kanalimga obuna bo'ling. Kommentariyada esa to'y egalari haqida fikringizni yozib keting.